Mana ahvolini ko'ring. Limon babichka, chubigi ham bor. Nari ham xuddi shunaqa edi. Bilmayman, nexvatga vitamin bo'ldi shekilli. Shu qonaqa chiqib qatib qopdi-da. Qumga tayyor edi. Adashmasam 400 ming yo 500 mingga oldik parani. Ketibdi. Babichka go'zalligini ko'ring. Shunaqa patrelar bo'lmasin deb vitamin yig'ib keldik endi. Vitaminga qo'shimcha bularda maxsus ko'rimi bor ekan. Makka juqori qaynatiladi. Qaynab bo'lgandan keyin ham mashaqqa yaltirilaguncha chayqash kerak buni. Oddiy juvori. Qaynab bo'lgandan keyin rosa yuvish kerak ekan, yaltirilaguncha. Albatta bedana tuxum. Bedana tuxumda buni kashafga aralashtirib olamiz. Atmosfera yomonmi? Bunga qo'shimcha brokoli bilan ukrop qo'shib olsa yana ham zo'r bo'ladi. Men brokoli olish esimdan chiqib qopti. Lipoy zo'r magazinda sotadi. Ichida minerallari bor ekan. Tuz o'rniga-da. Hadeb bir xil ovqat beravermasdan mana shunaqa yangiliklar qilib tursak ham, bularda ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Biz aytgan rezultatga xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sababda savollarni qilish kerak. Mandarin yeydimikin, yemadimikin bilmadim, birinchi marta beryapman. O'lmasa kerak. Vitamin-ku yangilikda bularga. Mevali salatni yeb bir maza qilishsan. Vitamin